Nimani talashdinglar? Senlarga aytyapman. Sen kecha gapiring. Kecha biyron sayr etgan tilingiz qayoqqa ketdi? Tilingizni yutib yuborganmisiz? Gapiring. Oyijon, ovsinim anchadan beri meni turtkilaydi. Voy, Sizga bir necha marta aytay dedim-ku, tilim bormadi. Voy, men voylamang. Jim turing. Xo'sh, keyinchi. Kecha idishlarni yuvib, endi uyga kirgandim. Oyimga qo'ng'iroq qilayotgandim. Mazalari yo'q edi. Shu payt ovsinim kelib, eshik tagida gap o'ylab turganini ko'rib qoldim. Hayron bo'lib, "Bu yerda nima qilyapsiz?" deb so'raganida baqirib berdilar jahllari chiqib. Keyin Botir aka bilan dadajon kelib qoldilar. Ovsinimni gapidan jahlim chiqib, dadajonga ham baqirib yubordim. Gap qaytarib yubordim, oyijon. Uzr. Unaqa qilmoqchi emasdim. Kech bo'lganda. Ovsiningiz uyda itingiz adashdimi? Ha, kelin poshsha? Bekorchilikdan zerikdingizmi? Gapiring. men uyga Bo'ldi, qiling, gapim bo'lmay turing. Shunchalik bekorchi ekansiz. Foydali ish bilan shug'ullansangiz bo'lmaydimi? Qo'lingizda gulday hunaringiz bor. Oy so'ydan oldin og'zini ko'pirtirib, "Voy qizim, rosa zo'r o'yinchoqlar yasaydi. Chet elliklar sotib oladi." degandi-yu, qani o'sha dollarlik ishlaringiz? Nega shu hunaringiz qilmayapsiz? Ovsiningizni kavlaginizcha pul toping. Yolg'iz o'g'lim topgani nima bo'ladi? Eringizga yordam bering. Katta kelinsiz. Uy olib bu yerdan chiqib ketishinglar kerak. Shuni o'ylasangiz bo'lmaydimi? Nimaga yo'q joydan janjal chiqardingiz, ha? Uyimdan barakani qochirib. Oyijon, Nozimaxon o'zlari har doim meni turtkilaydi. Kecha dadajon ovsiningizni chaqiring, shirinlik olib keldim, yeb olasizlar dedilar. Bo'ldi shu. Men nima qilaman gap o'ylab? Janjal desa, tilingiz chaqqona sizni. Ish desa bahonangiz tayyor. Chaqirgani boribsiz. Nima darrov chaqirmadingiz? Nimaga eshikni tagida qoqqan qoziqday turdingiz? Nozimaxon telefonda kim bilandir gaplashyotdilar. Gaplashib bo'lishlarini kutib turuvdim. Ulgurdim bahonangizdan. Aybini tan olmaydi. Menga qarang. Agar yana shu ahvol takrorlansa, ayab o'tirmayman. Bilib qo'ying. Siz ham bo'lar bo'lmasga uyda janjal ko'taravermang. Tushunarlimi? Shunchalik pinhona gapingiz bormidi? Telefonda vahimaga tushib janjal ko'taradigan. Yo'q, oyijon. Shunchaki oyimdan hol-ahvol so'rayotgandim faqat. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa gap yo'q. Agar ovsingiz yana shunaqa qiladigan bo'lsa, menga ayting. O'zim bilaman nima qilishni. Uyni boshingizga ko'tarib janjal qilishingiz shart emas. Kecha dadangiz sizdan ko'proq xafa bo'ldi.